Mana o'tgan safar ko'rsatgan yangi ixtiroimiz. Oddiy pechga shunga bachoy qo'ydik. Podacha obratga chiqardik. Nari xonaga hozirchalik mana radiator qo'ydik. Xo'p. Mana bunga suv quyib qo'ydik. Mana suvimiz hali qaynagani yo'q, lekin pechga endi isishni boshladi. Xonaning temperaturasi zo'r. Bu yoqqa mana podachani ko'rib turish uchun issiq suvda gradus qo'yib qo'ydik. Gradusimiz xudo xolasa mana 40 ga ko'tarilyapti. Sizlarga nari xonada radiatorni ko'rsataman. Bu narsa ikkita xonani isitishga mo'ljallangan. Topli pol radiator. Hozircha radiatorda qo'ydik. Xo'p, mana bu xonada radiatorimiz. Sirkalning nasosni podachaga qo'ydik faqat. Mana radiatorimiz. Hovlarini chiqarib qo'ydik. Radiator уже qo'lda kuydiradigan bo'lgan.